Assalomu alaykum obunachilarimiz. 2025-yil 27-may. Bu pisochnik xo'rotlar jo'jamiz bu. Pisochnik bolasi. Jo'jalarimizning holati. Kechanavar. Mana jo'jalarimiz. Bunaqa joyda boqilsa, tagini setga qo'yib qo'ysa, o'zini axlatini yemaydi. Mana dog' suv, qaynab chiqqan dog' suv jo'jalarimizga. 4 kun 5 kunda bir burunlar o'sha start donga bunday qilib qoraytirib, aktivniy ugl bor, aktivniy faollashtirilgan ko'mir. Bir siqimiga bir dona tabletka maydalar qo'shib sal namlab turib, aralashtirib berib tursa, jo'jalari ichini toza qiladi, bodri qiladi. Ancha-munchalik shumshayish shunaqa kasallar bo'lmaydi. Hozircha havo ayniq turganga sal shumshayib turishibdi, tashqarida turishibdi. Hech paytda lampa yoqib qo'yiladi. Nagrevator isitadi ekan. Shularning holati mana bular 6 kunlik jo'jalar mana. Yeb ichishlari juda yaxshi. Qaynab chiqqan dog' suv. Mana jo'jalar ular yeb bo'lishdi mana. Bunaqa qilib berib turilsa, aktivniy uguldan jo'jalarimiz juda yaxshi ketadi, xudo xolasa. Jo'jalarimiz 10 kunlikdan o'tgan, 15 kunlikka ketyapti. Ularga teylari bunaqa setga axlatini yemaslikka. Qaynab chiqqan dog' suv, kamida 1,5 oy qaynab chiqqan dog' suv ichsa yaxshi bo'ladi jo'jalar. Shu aralashma burunlar dondan ham shu 1 oy, 1,5 oy beriladi, 1 oy. 1 oy berilsa, keyin har xil donlarga aralashtirib, 50 kelga aralashtirib berib turilaveradi ularga. O'rganib olishaveradi, sekin burunlar don chiqib ketaveradi, aralashma donga o'tib ketishaveradi, xudo xolasa. Kech paytga обязательно bunaqa istedigan keramika lampa yoqib qo'yiladi ularga. Jo'jalarning holati. Mana bu yerda ham shu bir hafta 5 kunlik shunaqalar bor. Jo'jalarimiz. Bunaqa po'kachalardan tashlab qo'yilsa, bular juda yaxshi ko'radi, bunaqani yeyishadi. Keyin bir narsani aytib ketay. Kuniga menga 10-15 marta telefon bo'ladi. Dalanikin to'folodi, jo'jasi chiqdi, jo'jalari yemayapti degan holat ko'p bo'ladi. Qo'rqadi odamdan. Yemayapti deysa, o'lib qolyapti deysa, bu dalanikin yaxshi maslahatim tegmanglar tuxumini topfolsani. Enasini bir narsa bilib o'lim yetib qolgan bo'lsa, bir narsa kambayn, manbayn dalalarni o'rib yorgan bo'lsa, iloji yo'q. Olib kelib tovuqqa ochiringlar, keng joy qilib qo'yinglar, shunga ichi ketmaydigan qilib, jo'jalar sal qanotlari chiqib, 1 oylik qilib, bir narsa qilib boqib olinsa, dalaga yaxshi qo'yib yuboradi. Ular ko'paymaydi qo'lda. O'zini uraveradi odamga o'shani. Bular umuman qo'rqmaydi. Bemalol don yeyishadi bular. Mana bular bemalol odamdan ham qo'rqmaydi mana. Qo'lda ham dashi, qo'lda ham don yeydi bular. Bular Rossiya, Kavkaz, Moskovskiy fazallar bular. Bu dalaniki umuman odamga o'rganmaydi. Yaxshi maslahatim tuxumiga tegmanglar. Quruq to'xtagan enasi bir narsa bo'lgan bo'lsa, mayli endi uni topib ochirib, sarkotda qilib dalalarga qo'yib yuborganlarning yaxshi maslahatim shu. Ular qo'lga o'rganmaydi ularga o'xshab. Bular bemalol odamning oldida yurib, bemalol yurishaveradi ular bilan. Bu hazarlarimiz. Qofsalar ham jo'jasini chiqarsalar ham jo'jasini odam ko'rmaydigan qilib o'rab, yana tovuqqa qo'shib sal eplab boqib olasizlar. Yemasa ularga qurt berasizlar ko'proq. Jo'jasi qurt yeydi ularni, qurt-qumusqa. Don yeyishavermaydi. Burunlar dondan ham jichab-jichab tashlab qo'yasizlar, ko'proq bozorlarda, qush bozorlarida qurtlar sotadi. Shulardan berib sal eplab katta qilib olasizlar. Maslahatim qo'yib yuboringlar keyin ularni dalaga. Baribir ularni tuxum bermaydi, ko'paytira olmaysizlar. Tuxum berish uchun ularga keng, katta sharoit qilib berishlaring kerak. Ularga o'xshamana yo'rmaydi. Bularimiz xonak qo'lga o'rgangan, bemalol yeb, boqib katta qilib ko'paytirsa bo'ladi. Juda barakali narsa, serdaromad.
Mana bular bemalol qo'lda yuraveradi mana. O'rgangan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa like bosib tarqatib qo'yinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar.